Akalar, BYD Tang Yevropaga ketishdan oldin 38200 ga qo'yib ketuvdim. Kelsam hali sotilmagan ekan, o'shanda aytuvdi aka, pul jang unaqa zararli emas, 38200 ga qo'yib turing. 102 sunnatiga o'tib bering, 38 taqilgan edi udi. O'shanda rosa ko'pchilik so'rovdi, berilmadi. Endi hozir aka pul garet, yechib oraylik pul dedi. Xullas, normali skitkasiga e'longa qo'yib berayman. 35700 BYD Tang 2024-23000 yurgan top-toza krugoy tonirovkalari bor ekan, brizgaviklar qo'yilgan. Hech qanaqa aybi yo'q ekan mashinani. Head-up display, katta monitor, abduf, abagrev, massaj, kapitanskiy sidiniya orqasi, xullas eng fullida 23000 yurgan toza. Orqa faralarda milsiyada bo'ladi, Urgamchik Turusimon. 35700 ga juda ajoyib narx. Hamma birinchi mayda kutib o'tiribdi ko'pchilik. Sotmayman, qimmatroqqa sotaman deb, lekin buni egasi bilan gaplashib ko'ndirdim. 35700 ga bosinglar mana. BYD Tang